Assalomu alaykum aziz Million Obzor kanalimizning aziz qadrdon podpischiklari va obunachilari. Sizlarni ro'za Ramazon oyi muborakbod etamiz. Bugun 14-aprel kuni O'zbekistondan bez основания asosida birinchi samolyot uchib keldi. Mana bugun mana shu Irkutsk shahrida joylashgan Rafiqjon hamda Daliljon tomonidan sotilgan biletlar asnosida bir qator o'zbek fuqarolari uchib kelishdi va bugun ularni siz bilan birgalikda mana shu aeroportda qarshi oldik va ular bilan qisqacha suhbatlarni o'tkazdik. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Hozir bizda birinchidan eson-omon kelib yaxshi kelib bizda endi hozir O'zbekistonda bilet sotayotganimizda vопросlar juda ko'payib ketyapti-da. Hozir sizlar kelganinglarda qanaqa qiyinchilik bo'ldi? Biz hozir Toshkentdan Irkutskka uchgan reyslarimizda основаниесі yo'q, bez основания o'tishyapti. O'zbekistonda qanaqa Toshkentdan sizlar bilet oldinglar, analiz topshirdinglar, uchib keldinglar, to'g'rimi? Aeroportga kirib kelganinglarda aeroportda servis so'rayapti. Rossiyaga kirish nimaga? Работа deb aytsanglar, работа deb yozib beryaptimi? Основания so'radimi, so'ramadimi? Shunga o'xshagan narsalarni aytib qo'ysanglar, bizda ham shu vопросlar nima qilyapti. Endi video отчет degan bo'ladi. Aviakompaniya nima? Vladimir aviakompaniyaga ham shu narsalarni отчет qilib qo'yaylik dedik. So'rab ko'rsangiz, bilet oldingizmi Toshkentdan? PCR testga analiz topshirdingizmi? Topshirdim. Boshqa nima so'radi yana? Aeroportda migratsionga nima deb post berdi? Ishlaydi. Работа tranzit deb yozmadi. Lecheniya degan narsalar qilmadinglar. Hech kim основания qilgani yo'q, to'g'rimi? Только bilet oldinglar, uchib kelaverdinglar, ha? Bo'ldi akalar. Ikkita вопрос bor edi shu. Kelgan odamlar asalab keldi dedingizlar. Pasport qana? Bo'ldi, qolgan odamlarda hech qanaqa problem bo'lgani yo'qmi? Bo'ldi akalar, katta rahmat sizlarga. Xo'p. Добрый вечер. Все прилетели сейчас на рейсе 3507 из Ташкента. Сегодня у нас 14 апреля 2021 года. Пару вопросов хочу задать. Скажите, были ли проблемы с вылетом? Просили ли с вас основания, там, какие-то подтверждения, там, что вы трудоустроены и так далее? Было что-нибудь? Не было, да? Летели хорошо, компания хороший самолет, кормили в самолете. Регистрация, там процесс, есть какие-то проблемные вопросы, что-то не понравилось? Проблемы нет. Здесь границу без проблем прошли? Да. У каждого из вас в миграционной карте стоит работа. Вы были на работе. Стоит? Ага, миграционный берib turuvchi или bittasini? Buni ko'raylik. Некоторые люди просто сомневаются. Pechat qo'ygan yeri bilan migratsionni ko'rsatsangiz. Пустят, не пустят. Pechat qo'ygan yerini ham ko'rsating-da. Стоит, работа стоит. Qo'yat turing. Да, работа стоит, ага. Да, работа пойдет. Основания so'radimi, so'ramadimi? So'radimi? Без основания ishlaysiz, основания so'ragan yo'q-da. Spravka so'ragan, ha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Toshkentdan keldingiz? Qanday bo'ldi? Yaxshi, zo'r. Pasportlaringizni juda ko'rsak bo'ladimi migratsiondagi nima yozdi? Nima yozilgan migratsionniga? Работа yozdi. Ko'rsak bo'ladimi shu muxlislar uchun? Qizilda bo'ling. Есть работа. Работа, aha. Bilet qancha oldingiz biletda? Biletni bog'dan nima jo'natdi menga. Bilmaysizmi narxini? Necha Yo'q, pulga direktor olgan? jo'natdi bizga. Direktorga Yo'qda qiyinchilik bo'lmadimi aeroportda tushishda? Yo'q, hammasi zakoni bo'ldi. zo'rmi ekan? Zo'rmi? Rahmat. Yaxshimisiz aka, tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rasmiy uchun. Ya, shu 1 minut, bir narsa so'raymiz xolos. Qayerdan uchib kelyapsiz hozir? O'zbekistondan, to'g'rimi? Toshkentdan uchib kelyapsiz. Biletni qanchaga oldingiz? $950. Kelish qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Hozir sizni pasportingizga mana migratsion kartangizga nima deb работа deb yozildimi? Работа deb yozildi. Qizlardan kelsa bo'laveramikan, Ishonchlimi ekan? Kelyapti. Aha. Kelyapti. Siz aviakassa qolganlarini ishlayapmiz. Birinchi o'tgan o'zimiz. Yo'q, sizdan oldin uchinchisiz. Yaxshi. Yo'lda qiyinchilik bo'lmadimi hozir bu yerdan o'tishda, tamojnadan? Работа deb yozishda. Ha. Yaxshimisiz aka? Yaxshi keldingizmi aka? Assalomu alaykum. Qayerdan kelyapsiz? Suqdanmi? Pasportingizga nima deb urdi? Migratsion kartaga. Na работу, да?
Biletlar qanchadan oldingiz? Biletlar. Tog'dan oldingizmi? Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizlarmi aka? Yo'lda qiynalmadingizlarmi? Bitta narsa so'ramoqchiman. Beroq tursangiz mayli agar. Hozir sizni nimaga to'xtatishdi? Qurt masalasi bo'yicha to'xtatishdi, to'g'rimi? Qancha shtraf qilishyapti qurtishga? 550 rubl, to'g'rimi? Qolgan yana nimalarga e'tiroz bildiryapti O'zbekistondan olib kelinadigan? Nos Nos bilan qurtga. Nos bilan qurtga. Молочный продукты mumkin emas. O'zi ham o'sha zavodskiy upakovkada o'sha konteynerda. Indamasa. Домашнийda ruxsat emas. Zavodskiy upakovka bo'lsa konteynerda. Demak, молочный mahsulotlar zavodskiy upakovkada bo'lsa ruxsat bor. Suxofruktda ham upakovkada bo'lishi. Fruktni indamadi. Indamadi. Qancha ko'p roziligi qadar Lekin aytishyapti, 3 kilodan oshunga baribir aytishyapti, nosga 250 grammga har bitta odamga ruxsat berildi deyapti-ki. Nomini bilmadim. Nos. Yo'q, nos bolalar olib kiryaptimi? Bolalar kilogrammlab olib kirgan. Shularda. Qiynoq kerak bu. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka qayerdansiz? Farg'onadan, So'xdanmi? Mana shuncha odamlar kutib turibdi mana. Shuncha. Biroqjon, yarim kunlarda qaysi kunlarda reys bor yana? Oldu, ertaga 15-chislada bor. 15-chislada, 17-chiga, 19-chiga bor, 21-chiga bor. 21-chislga ham bor. Qayerdan bo'ladi? O'zbekiston qaysi shahridan? Toshkentdan bo'ladi. Aha. Qolgan reyslarimiz bo'ladi. Yana 22-chiga Qarshidan bo'ladi. Mumkinmi bir minutga? Assalomu alaykum. Qayerdasizlar? Keyingi reyslar Farg'onadan ham bo'lib qoladi. Farg'onadan bo'ladi. Hozirgi kunda bilet narxlari qanchadan bo'lyapti Farg'onada? Farg'onada ularning biletlar narxi to'shnis chiqqan yo'q. Aniq bo'lgan yo'q. Qarshidan ham aniq bo'lgani yo'qmi? Qarshidan shu 65 ming rubl deb aytishgan edi. Hozir kecha kunduzda. Endi hozir mana eshitib turibmiz-da, uchib keladigan odamlar O'zbekistondan bilet olyapmiz 950 AQSh dollari hisobiga deyishyapti. Shu gap rostmi? Shunday bo'lyapti, ha? Demak, o'sha Astavani bezastavani deyilyapti, lekin shu narsani hamma yo'g'i ichida bo'lib kelyapti. mana shuni shu asosida kelganlar mana bemalol o'tib kelyapti, ko'rib turibmiz, kuzatib turibmiz. Hammasida разрешение работа deb urilgan migratsionni kartasida, to'g'rimi? Hammasi ko'rdik, kuzatdik, bemalol kelyapti. Demak, ishonchli yo'nalish. Shunday. Rahmat. Ha. Siz o'zi qarormisiz? To'xtami? Пост отвечает. Пассажиры 8 человек. Migratsiyonni ko'rsak bo'ladimi? Rabota urilganini ko'rsak bo'ladimi? Agar mumkin bo'lsa mana hozir rabotaga chizilgan. To'g'rimi? Mana. Sizlar nima? Kelish qanday bo'ldi? Qiynalmadingizmi? Yo'q. Hammasi normalni bo'ldimi? Bilet hech pulga oldi sir bo'lmasa. Biletni yo'natishga. Aha, rahmat. Assalomu alaykum. Akalar Qashqadaryodanmi? Yo'q. Qanday kelishlar qanday bo'ldi? Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Ha? So'q, vodiyda so'q. Meni topib olasizmi? Mana kimni kutayotganini bilmayman. Siz kimni kutyapsiz? Men migrantlarni kutyapman. Kimmi? Bir minutga. Opa, bir minut mumkinmi?
Ya'ni Assalomu alaykum. Assalom. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Toshkentdan. Qanday keldingiz? Asalda keldim, juda chiroyli. Yo'lda problema bo'lmadimi? Hech qachon. Hozir mana bu yerdan o'tayotganlarni nima maqsadda tekshirib qolyapti? Noz qurt-qurtlan qarang. O'sha biletni qanchadan oldingizlar? Toshkentdan oldingizlarmi yo bu yoqdanmi? Toshkentdan oldik. Ha, qancha bo'ldi? $950 ga. $950 bo'ldi. Rahmat. Juda ham chiroyli kerak, ovqatlari shirin, mast qilib qornimiz to'yib keldik. Yaxshi. Sog' bo'ling. Mayli. Qanday keldingiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Nima bo'ldi bu? Yaxshi keldingizmi? Eson keldingizmi? Tekshirishlar qattiq bo'lmadimi? Boshqa bu yerdan turibsan. Bilaman. Aytavering. O'sha migratsion kartangizda nima deb yozildi? Yo, rabota deb yozildimi? Rabota deb yozildi. Hozir Qayerdanchi? mana bu suqa frukti, qurut olib keladiganlarga taziq qo'yishyapti ekan. Shunga nima deysiz? Hozir mana qurut olib keladiganlarga shtraf qo'yapti ekan. Nima deysiz? Qani qurtoq kelasiz, nima olib kelasiz? Sumkangizga suqib. O'shancha eshitib olib kelmadim. Olib kelmadingiz. Shuning uchun maqsad ayting-da, qurut olib kelmanglar deng. Hammayoq bo'lsa, Ha. Hamma yoq shunga bo'lsa olib kelayotmayladingda. Ayting. Maskan olib kelay bo'ldi. bo'pti. Mana chiroq chiraydi. Qanday keldingizlar? Zo'r kelgan bular. Marshrutka yuring, marshrutka olasiz bulardan. Siz marshrutka borapsizmi? Meni povurlarim emasmi? Qana siz povurlaringiz. To'xtang, to'xtang. To'xtang, bu yoqqa keling. Masjidda to'xtang. Qanday bo'ldi yo'lish? Yo'lda kelish qiynalmazdimi? Qanday bo'ldi? Migratsiya kattalar. O'zlarim necha o'tiringlar muxtarlar. Kerak emas. Ya, migratsionni hozir qo'ying, bemalol. Ko'rsatsangiz. Ha, rabotada burilgan mana. Migratsionda hozir chiqayotganlarning barchasini ko'rib turibmiz. Hozir rabotada burilgan. Xullas, kelish qiyinchilik bo'lmadimi? Bu yerda ham hamma yoq yaxshi. Demak, kelayotgan musofirlarga mana shu yo'nalish orqali kelishni tavsiya qilasiz, to'g'rimi? Sizlar hammi? Qanday bo'ldi? Xullas, shu yo'nalish bo'yicha kelsa bo'ladi, to'g'rimi? Bemalol ishonchli. Ha. Hammasi ishonchli, to'g'rimi? Ovqatlar qanday ekan? Yaxshi ekan, Ovqatlar yaxshi. Hammasi joyida. Osh berdi-ku, osh. Yekak yemini berdi. Bular o'sha bilet bo'yicha kelishgan. Ular ko'p moda. Ha? Ko'p moda. Bor. O'sha ko'p narsa bor. Bilet qaysi shahardan sotib olgansiz? Qaysi shaharda? O'zbekistonda, Irkutskdan jo'natilgan, to'g'rimi? O'sha Rafqijon orqali. Ha, Rafqijon sizga jo'natgan. O'rtalaringizga ham, to'g'rimi? Demak, ishonchli mana bemalol o'sha keldi. Kelsa bo'laveradi. Ha. Siz ham o'sha Rafqijon orqali olingan bilet orqali keldingizmi? Ha, ishonchli ekanmi? Ishonchli ekan. Bemalol kelsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'risini gapiravering bemalol. Haqiqatan Ishonib keladi. ha, ishonib keladi, ishonchli bo'lsin. Nega uchrayapti? Pasport ham ovozni keladiganlar. Ha. Kelayotganlar nima qilsa? Ko'k pasportni ham Olish kerak. olish kerak, ha? Majbur. Majburiy. Keladiganlar. Patent bo'lsa undan ham yaxshi ekan agar. Pista bo'yoq bo'lsa, ha, shunga qarab yozilaverar ekan. Aha. Xo'p.
Hozir ko'pchilik qizilni o'zi ekanda qaytadi. Qizil pasportimiz ekan, ko'pini olmagan ekanda. Kelmoqchi bo'lgan yurtdoshlar nima deysiz endi? Yurtdoshlarga nima deyapti? Kelishsin, bosishni yozaman. Biz shuni tavsiya qilamiz. Endi nima qilardik boshqa? Yaxshi. Rahmat. Mana sim kartlardan alg'iladi. Xohlasa O'zbekiston arzon 3 rubldan. Internet bez limit. Va raqibchan biletlarni olib o'tayotgan sim kartlar ishlab keladi. Rahmat. Qanday sizlar? Yaxshi keldingizlarmi omalaringiz? Rahmat. Qanday bo'ldi kelish? Qiynalmadingizmi yo'lga? Bitta-bittani o'zbekcha biladimi shoxizlar? Keyin. Hammalaringni ro'za Ramazon oyi bilan tabriklaymiz avvalambor. Xush kelibsizlar. Migratsiyaning kartalaringizga hammalaringizga nima deb yozildi? Rabota ishi deb yozildi. O'zbekistondan chiqishda, bu yerga kirishda muammo bo'lmadimi? Chiqanang. Mana to'g'ri gapiringlar, baribir qiladi. Keyin nimaga suxa fruktni qurt olib keladigan masala bo'yicha nima deyilyapti? Fikrlaring bormi bironta? Olib qoldimi? O'sha qurt olib kelayotganlarni go'sht mahsulotlarini olib qolyapti. Keyin qizil pasportdan tashqari keladiganlar yashil pasportga ham ega bo'lishi lozimligini aytilyapti, to'g'rimi? Shu gaplar rostmi? Rost. Biletni agar necha puldan oldingizlar? Hammalaringiz bir joydan olganmisizlar? Endi har joydan olgan bo'lishingiz mumkin. Shida jo'natilgan, hammasi. Hammasi jo'natilgan, ha. Xo'p, mayli, ishlaringga omad. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.